Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda kompyuterimizning mana bu ko'rib turgan mishkangiz bor-ku, mana bu. Mishka, ya'ni kursorni fontini, ya'ni ko'rinishini o'zgartirishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun Google Chrome'ga kirib olib, Best Cursor for Windows 11 deb yozib olamiz va bu yerdan chiqqan birinchi saytga kirib olamiz, ya'ni versus TMS. Inglizcha yaxshi o'qolmayman. Xo'p, keyin o'sha saytga kirganimizdan keyin bizga kerakli kursorlarni o'zimizga yoqadigan kursorni qidirib topamiz. Xo'p, bu yerdan menga qaysi kursorlar yoqadi? Xo'p, o'zingizga yoqqanini tanlab olishingiz mumkin. Sizlarga shuni maslahat beraman. Xo'p, menga mana bu ham bo'laveradi. Xo'p, endi buni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Downloads bo'limini bosamiz. Bu shart emas, bizga shunchaki reklama chiqaradi. Download bosamiz va yuklashni so'radi va yuklayapti. Ko'rib turibsizlar, bu zip fayl. Buni zipdan chiqarib olamiz. Zipdan chiqarib olganimizdan keyin kursor bo'limiga o'tib, install degan fayli bor. O'sha install faylni ichga tushiramiz. Xo'p, buni Notepad ochib oldik. Xo'p, buni install mishkaning o'ng tarafini bosib, installni bosamiz va yes ni bosamiz. Xo'p, bu yerdan kursorni tanlaymiz. Ya'ni bizni kursorimiz bu yerda chiqmaydi. Mana bu yerda chiqqan ekan. U tanlab berdi. OK ni bosamiz. Уже ustanovka qilib bo'ldi. Ana, ko'rayotgan bo'lsanglar kursorimiz qay darajada chotki. Ya'ni ajoyib. Masalan, biror bir nimani bosmoqchi bo'lsak, mana shunaqa qilib aylanadi. Va bu yerga bosib, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kursorni almashtirib oldik. Xo'p, hammaga rahmat.